ehsonga ketayotganimda bir meni olib ketayotgan bola menga savol beradi. Otinoyi, sizga meni savolim bor. Nima savolingiz bor? Shu 8-mart yo'q-a, oyimiga aytib qo'ying, fohishalarni kuni ekan, aytib qo'ying. Men aytaman, bolam, sizga davlat nima deyapti 8-mart kuni? Nima qildi deyapti? Turongami, chet elgami yubordi deyaptimi? Majbur qilyaptimi? Onaga 3 ta gul berdi deyapti-yu. Onaga bitta ro'mol taqdim qilib, onani poyini tegdi jannat ekan. Onaga chiroyli gapini gapirib qo'ydi deyapti. Bir yilda bir marta davlatimiz bo'ldi. Siz islomiy, taqvodor yigit ekansiz. Islomda agar siz amal qilsangiz, bir yilda 52 marta onaga gul berdi deyapti Alloh. Chunki 52 marta juma keladi. Xoh hayot bo'lsin ota-ona, xoh vafot etgan bo'lsin, ota-ona juma kuni borib ko'riladi. Juma kuni jumadan chiqib, qaysi juma kuni siz gul berib keldingiz? Shu 52 ta juma o'tibdi bir yilda. Qaysi jumada ro'mol sovg'a qilib, onajon, meni voliday muhtaramimsiz deb qo'llaringiz oldiga olib, 1 soat gaplashib, suhbatlashib o'tirgan yigitga dedilar Rasululloh, bir umra bir hajji savobini beradi deganlarida, siz qachon amal qildingiz desam yig'lavardi. Bultur, hech qaysi jumada qilmayman dedi. Unda siz qaysi dindasiz dedim. Sizga masakan siyosatda titkilash dedim. Davlat bir marta, bir yilda bir marta shu bugun onang uchun o'z qo'ling bilan ovqat qilib, onani o'tkazib qo'yib, hadiya berish bor islomda, duo qilish bor islomda. Nega ona bu bir yilda bir marta emas, har kuni eshitadigan, har kuni erkalashlarni, har kuni hadiya olishga loyiq zot. Shu bugundan endi ko'lashtirmang desam, hozir borib gulab kelaman opa. Haqiqatdan na unisiga bo'ysunimman, na bunisiga deydi. Shuncha onajonlar, sizlar ertaga bayramni chiroyli kutib, o'g'lingiz gulab kelsa otvorib tag'in. Bu 8-mart kuni yo'q demasdan e'tiqodni sof qilinglar onajonlar. E'tiqodingiz sof bo'lsin. Onajon menga xalaq qilasiz. Men atilabdan siz eshiting deb shutga stol qo'yib o'tiribman. Shuning uchun biz onalarni nihoyatda hurmat qilishimiz kerak. Chunki ona bizga g'animat ekan.